Assalomu alaykum, xatirchi begimiz guruh a'zolari. Shu qo'limdagi narsa nimaligini bilganlar bormi? Bilganlar kommentariyada yozib qoldiramiz. Bilmaganlar kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib boringizlar. Nima maqsadda ishlatilishini chorvaga aytib ketamiz videolarimizda. Assalomu alaykum, xatirchi begimiz guruh a'zolari, hurmatli kanalimiz obunachilari. Oldingi videomizda ko'rsatib o'tgan mahsulotimiz magnetli zontlar hisoblanadi. Magnetli zontlarimizni chorva foydasi yem mahsulotlari bilan iste'mol qilib yuborilgan mix, sim kabi metallarni qorin to'r pardasi o'ziga yopishtirib saqlab qoladi. Magnetli zontlarimiz chorvalarimizni qornida umrining oxirigacha saqlanib qoladi do'stlar. Magnetli zontlarni chorvalarimizga og'iz orqali qorin to'r pardasiga yutqiziladi. 100% unum bilan tugaydigan travmatik perikardik kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Magnetli zontlarni chorvalarga yutqizishni video davomida ko'rib kuzatib borishingiz mumkin. Videomizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, saqlanib tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Biz ushbu shved, oq hamda boqiladigan ola sigir, yo'lda sog'iladigan ala sigirlarimizga magnetli zontlarni yutqazdik. Proba sifatida boqiladigan ushbu ola sigirimizga yutqazdik. Effektini ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boring do'stlar. Effektini, natijalarini ko'rsatib o'taman.